Barchangizga salom aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Tizzy Garchop simulyator o'yinida o'lim bo'lmay karta rol. Ol. O'lim bo'lmay kart ol. O'lim bo'lmay kart ol. Okey, Olive Play qo'ygan nickname. Biz ham qo'yamiz chunki yaxshi nickname shu. O'zimga yoqadi. Okey. Hop. Mana bu qo'yildi. Endi aytgancha bugungi videoni ukam bilan birga olaman. Bundan bir zakat qilsa bo'ladi işte. Qo'shiq avtorskiy bir qo'ymayman. Okey. Ukam salomlashib qo'y. Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar? Endi biz ana yamoshlik qilmay turay, ekran ko'rmayapti. Suv kopdi moshsizlar. Hazillashib albatta. Mosh so'kishni bilmaydi chunki mushukki. Okey, hozirda biz bilasizlar, men eng yaxshi biznesni rivojlantirish usullarini bilaman. Elimdan zo'ri yo'q deyishni ham bilmayman. Ishonamanki ipli olaman-da hozir. Bularga bitta gapni aytishim kerak. 1, 2, 3. Video olaman deb taxlab qo'ygan. 51 ga o'ynalgan mana day 1 emas, 51 day yozilgancha edi. Ana u esa nima deydi? Shop level 21 edi. Ishonmasizlar, 21 shop level. Qizil kart bor-u, ana shu o'chilgandi. Nima bo'ldi? Bitta xatoyim deb hammasi kuyib ketdi. Save qilish esimdan chiqibdi, save. Save qilish esimdan chiqib ketgan. Okey, sizlar agarda aktivni qaytarsanglar, mana videolar chiqarishda davom etaman aziz do'stlar. Hop, successfully complete 5 checkouts. Biz 3 tasini qilamiz, 2 ta odam kelyapti. Okey. Norm. No. Undan keyin yana $3700 naqd balansim bor edi. Bitmaganda karta bor edi $1200. O'sha qizilda ichidan chiqqani. Okey, kamgina gaplar gapirib turib o'yin haqida gapiraman. Kam gap bo'lib o'yin haqida gapiraman. Okey. Ikkita karta oldingiz. $8 olamiz. Bitta karta oldingiz, $3 zacha beramiz. Hop. Aytibdiki 3 ta ol deyapti. Biz 8 ta olamiz. Nimaga 2 ta ochimiz kerak? Oh my god. Yaxshi, $5. $1200 yarim foiz emas. $10 yaxshi. Bu yaxshi karta tushdi lekin boya. $25, $10 qilib. Endi yaxshi tushmayapti. Sekiroq ochamiz-da. Baba. No, Minecraft haqida video chiqishi uchun albatta like'larimiz 5 dona bo'lishi kerak. Agar kim yoqsa uchun 3 dona ham yetar. Agar view bor-u, view tomoshalar. Tomoshalar normalniy ko'p bo'lsa, masalan 20 ta yo 10 ta tomoshaga, balki 15 ta tomoshaga keyingi video deylik. 20 tadan oshib ketsa, agar 30 taga yaqinlashib qolsa, Minecraft haqida video.
Ancha video qo'ymay agar qo'ysa video aktiv normalniy bo'lishi kerak. Bilasizlar, har doimgidek ham bir yo'q bo'lib ketib qolaman-da, keyin yana qaytib kelaman. Yaxshiroq qanavi bilan. Dizayn yangicha, video yangicha, o'yinlar yangicha, kayfiyat. Maqsad nima? Maqsad obunachi to'plash, 1000 ka bo'lish, 1 ka bo'lish. Yana 1000 obunachi. Bu maqsad shu 1000 obunachiga erishish. Boshqa maqsadim yo'q men. Men emas, mani. Uzr, shalpas shamollaganman. Shamol bu-ku, shunday kelganda meni laman degan. Keyin men shamol bilan shamollaganman. Давайте yana 7 ta qolib, shu 7 tani ham o'chiramiz. Bekor qilinma deyman. Bitta $10 tushib bersa obuna bo'lasizlar. $10 tushsa obuna bo'lasizlar. Давай, $10 tushib bitta, давай. TCG, давай. TCG, давай. $10, давай. TCG. TCG, давай, TCG. $10 ber bitta. Oxirgisida ber хотя бы. Давай. Voy. $10 ber, hada jiyanlar. Mayli hay. Hey. $5 beradi. Yarmini berdim. Nima kerak menga? Nay $10. Mayli, bermadi. Uka, nimalar tavsiya etasangiz birinchi kundan qaysi narsalarga litsenziyangizni unutib oling. Qara, hozir chekkautlarni qilib olaydi. Chekkautlarni qilib olay. Senga aytaman qaysi birlarini ochishim kerakligini. Qara, bizada hozir mana bu yerga o'tsak, mana cleanser bu, keyin basic card box ochilibdi, уже card sleeve ochilibdi. Qaysi birini ochay? Mana bumi? Ama oching. Bunimi? Bunimi? Okey. Ochildi. Okey. Zakaz qilamiz. Ukam gapiga kirdik. Nimadir bo'ladi endi shu. To'xta, ikkitasini qo'yaylik. Yaxshi turadi. Narx navosiga $20 qanday qo'yib, $18 qo'yaylik. $18 normalniy. Menimcha $18 normalniy, akalar. $18 normalniy. Quti uchun $5'dan bo'ldi. Yana bitta $5 qashdi. Yaxshi $12. 11.92 da $12 beradi deyiladi. 92 bergan ekan. Nima odam yo'q bu? Opa hech narsa sotib olmaydi, chiqib ketibdi. Ya, bermadi. Day shunga ber, davay shunga ber. Mana bitta video oldimda. Mikrofon yoqish esimdan chiqqan ekan. Shuncha gapirgan. O'yinni o'zim gapirsam bo'lardi. Gapiraman o'zi o'yinni nimasini bilmaydi-da u. Zavqini. Shuning uchun o'zlari shundaylar. $10. Aytam teslim. 3 ta tetramon emas, elekamon. Kompyuterdagida tetramon bo'ladi, bunda elekamonda. Okey, latta. Bitta bundan, ikkita bundan zakaz qilsak bo'ladi. Hozirda o'zida $150 ketyapti. Shit.
Bugun birinchi kuni soliq bo'lmaydi ishqib. Bu soliq bo'lmasa, bugun birinchi kuni damaydi. Ertangi kunni o'ylab qo'yish kerak. Agar hozir biz narsalarni sotib, aytib 800 dollarga yaqinlashtirsak pulimizni, 800 dollarga yaqinlashtirgandan keyin ertaga soliq bor-ku. Soliq 50 dollardan ko'proq bo'ladi menimcha. 80 dollar bo'lsa kerak. 10% soliqqa to'lar ekanmiz. Keyin qolganlari bo'ladi-yu, qolgan pul. Qolgan pulga yana ertaga litsenziya sotib olamiz. Mansurdan so'rayman. Uka qaysi litsenziya sotib olay deyman. Aytadi, shunga sotib olamiz. Litsenziyani. Litsenziya kerak narsalar ochib olmaymiz. Faqat kerakli narsalarga ochamiz litsenziyani. Litsenziya chunki ancha pul turadi, bilasizlar. Chunki rasmiylashtirishimiz kerak. Norasmiy sotib bo'lmaydi. Okey, buni nimaga bunday? Balki shuni ochish kerakdir. Qo'lga tushib qoldi. O'zim ochish kerak. Okey. Kelinimni oqpak sotamiz. Okey, play table olib qo'yamiz. Nima ma'quldan so'rash shart emas u. Shart emas. Zo'r akalar, bitta ikkita qo'ysak bo'lar ekan. Yo'q. Bitta qo'ysam nima bo'lsa? Uchta qo'ysak bo'lar ekan. Olib shu 3ta qo'ysak bo'lar ekan. Yana ikkita ustiga qo'yamiz-da. Katta mol shopda nima? Mayli. Bilasizlar, workbench bor-ku, ana shu workbenchdan sotib olmoqchi bo'lib turuvdim-da. O'z workbench valutda 5000 dollarga ochgandan keyin soliq ustiga soliq qo'shiladi-yu. Babram bitta yana bitta biznes ochiladi-da. Lekin unga hali 5000 dollar pul yo'q edi. Kartlarimni sotsam chiqish kerak edi. O'ylab qo'ygan kartlarim bor edi. Kartalarimni sotsam chiqardi. Bildinglar, save qilmadim. Save. Bu safar endi mana yerda save game qilaman-da. Mana bor slot 1. Ana shuni o'rniga save qilib keyin chiqaman. Bo'lmasa qayt chiqmayman. Okey, hammalarga uzr. Bu 16 daqiqa bo'lib ketgan edi. Va ko'p gapiraverdi bu yo ko'p ish qilaverdi bu bilmayman. Bu 16 daqiqa bo'lib ketdi. Kunlar har xil vaqt bo'ladi. Hozir vaqti 13 daqiqa bo'lsa kerak-da, 13 daqiqa. Onunla ikkita qilish kerak. Chunki barolar ko'rasizlar. Bir o'tirsa 8 dollarda o'ylashibdi. 16 dollar. Normalniy. Bir soatda ko'p o'ylashibdi. Shu yerda bitta qolib ketibdi, ishlar ochib qo'yaylik. $10. Ona bo'lasizlar endi. Majburiy emas. Просто aytayapman. Yaxshi, mana olimdan bitta qolib ketgan. Endi majburiy bo'lsa buni bo'lish. Просто endi. Shuncha mehnat ketyapti. Endi obuna bo'lmasanglar bilmayman. Aynan sizga taalluqli emas gap. Odamning vijdoniga havola. Aynan bu gap sizga taalluqli emas. Obunachilarim. Okey. Assalomu alaykum, bro, keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kir. Endi do'konda yana kiyincha jigarlar. Do'konda nima? Helikopter. Mosim tisti. Hazırlaştım. Helikopter. Doktor Elif. Bu Elif. Okey. Noji ketishdi aytganimda 12 daqiqa bo'ldi.
Bularni turg'izamiz. Narsa olmoqchi ham emas. Kirib ketamiz. Daily report. Okey, kirim chiqim. Tushundim. $400, $430 kiribdi, $460 chiqibdi. 386 zarardamiz. Atlichna, birinchi kundan zararda bo'ladi hamma. Save game qilaman. Save. Confirm. Saving game. Save bugundan keyin main menu. Main menuda load game. 613. Okey, kichiklar, okey. Agarda sizga video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'lasizlar.